mani hayotim mayli qanaqadir nimadir bilan описать qilib bersin. Mani hayotim mana yurakni uradigan pulsi bor. Xuddi o'shanga o'xshataman-da. O'shanga o'xshashini ham xohlayman. Bir tekis bo'lib qolmasin. Mayli bir kun baland bo'lsin, bir kun past bo'lsin hayotim. Shunisi bilan qizmayman. Notebiga chiqib ketsin. Kimligimni ko'rsatib vazni pastga ham tushdi, yana narsa tekis bo'lib qolmasin. Bir xillik yomon ko'raman. Tasavvur qiling, har kuni turdingiz. Bir xil narsa. Faqat shu o'tiryapsiz, ishga boryapsiz, 80 yoshgacha, mayli 60 yoshgacha bir xil hayot bo'ldingiz 20 dan boshlab. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, hech qayerga chiqmadingiz, hech qanaqa risk ko'rmadingiz. O'zingizga erishmadingiz. Hayotga qiziqishlaringiz yo'q, yangi odamlar bilan tanishmadingiz. Bir tekis hayot. Nima qiziqmi bu? Bir tekis bo'lib qoldi. Meni hayotim mana shu yuradigan fursatga bir kun baland bo'lsin, Xudoyim bersin, bir kun ozgina bo'lsa ham kimsan degan darsliklar bo'lsin, misol uchun.